Kan içideki boğak. 3. kısım. 2 günden beri partalaş ve itişme avazlardan keyin etrafına kaplagan kabristan cimliki Küsen ve Gez Deryası arasındaki bu vadini kuchuqqa algan edi. Gez Deryasının kang yeyiqlarida paxpayıp ösken yolgun ve balığlar arasında ov qilishga köngen müşke balaqning hoqilishimi anlanmaydı. Adamlarning tuyg'usi bu cimliq ishlanmayotgan yerda tabiatning bu tuyg'un jonivori qandoqmi xotirjam bo'la olsin? Xuddi kishilik jamiyatida yaxshi ish qilibmi yaxshi bo'la olmaydigan odamlardek insonlar uchun nurg'un foydali ishlarni qilib beradigan bu jonivorning shumliqning simvoli deyilib o'qish deb atilishi odamni afsuslantiradigan sonsiz nohaqchiliklardan biri edi. Agar u rastlı shumliqning simvoli bo'ldigan bo'lsa edi, bugünkidek kechasi to'xtamasdan hovlagan bo'lardi. Ammo bu tuyg'un maxluq qon hidi ilyotdi. Egiz ko'kdan biqib, ko'rishga odatlanib qolgan ash to'pchiray yalangoyoq yezi kishilarning fojiasini oldin sezayotgandek, yo Küsen daryosining yuqori taraflariga, chatqal zeriqlarning orasiga, yo Gez daryosining yuqorisidagi tog' oralariga ketgan. Şu yerlerde birer qiyaning yeriqlarida o'ltirib, jimjit, tinch asoyish kunlarini arzulayotgandek qiladi. Chunki etishmalar qiziydigan bo'lsa, uning o obyektivlari mümkün olmay turadimi? İkki daryo oralig'idagi bu vada yaqinqi yarim asr ichida qanchalagan jangga jidallarga sahna bo'ldi. Qancha minglagan begunoh insonlarning qatliamlariga shohid bo'ldi. Milyon yillardan beri to'xtamay iqib kelayotgan daryo suyiga qanmagandek, ana shu gunohsizlarning qonlarini jimmida o'ziga singdirib kelyotdi. 40-yillarning boshlarida Opal, Toshmaliq, Barin qatorliqlarni o'z ichiga olgan O'ytog' inqilobini boshdan kechirgan bu tuproq Sovet ittifoqining o'yiniga qurbon bo'lib, minglab shahid bergan edi. Putlari yalangoyoq, chiroyidan to'pi o'rlab turadigan bu kishilarning ko'ngli ana tuproqdagi pok. Aptaptı köyüp qızg'uch qaramtullashgan badallarning ichidagi tomirlarda abi kevserdek esil qon iqib turg'achqa zotidan qulluqni tan olmaydi. Minglarni qurbon beradi-yu, üstüge mag'lubiyatlar bilan natijalanib turgan isyonlarni davom qilaveradi. Ashu yillardagi shahidlarning vujudidan oqqan pok qonlardan yana yangi mujohidlar törelgan edi. Kommunist istilosining dastlabida o'zimizdan bo'lgan munofiqlarning kommunizmni sifatlashlaridan sukutga patgan bu yurtlar ancha o'tmayla aldanganliklarini bilib 50-yillardan boshlarida yana bir qitim isyon to'g'ri ko'tarishgan edi. Bu chog'larda Jallod Vangjinning chiqargan farmoniga ko'ra bir Xitoy askarining jini uchun 5 kishi o'ldirildi. Shundoq deyilgani bilan o'lganlarning hisobini hech kim bilmaydi. Alloh yo'lida berilgan jonning oqquzgan qonning xosiyati shu bo'ladi-ki, hayatlarının qanları paklandı. Şehitlerinin haq hürmeti üçün 70 yaqin cennetke başlaşıqa merhamet qilishga va'da qilgan Allah, aşu yaqinlarını cennetke layık qilish üçün ularning iman itiqadini paklag'achqa yangi mujohidlar maydoniga keldi. 60-yillarning oxirlarida bu yurtning erkakları yana bir qitim ar görjeklarini ko'tarib isyon etdi. Ahiri üzülmegen yalgan va'dalar bilan billa ahiri üzülmegen zulümga tur deb vaqirash uchun quruq qo'li bilan miltiqqa qarshi chiqishgan edi. Ular Aqtunahiya bozoriga bostirib kirib, qoralliq bo'lim ambarlardan qorallarni elishqa, ondan qorallanib saqchi idorasini ishg'ol qilishqa, tajovuzchi Xitoylarga zarba berib, o'zlarining tek hayot ekanligini jakarlashga uringan edi. Ana shu chog'dami Xitoy jallodlari darvozavan uyning o'g'isiga pulemyot qurib olib, bu ma'sum dehqonlarni qor qo'yiqli o'qqa tutgan edi. Tuproq yana bir qitim shahid qini bilan bo'ylib, qimmati oshgan shahid oilalari va tirik qolgan g'ozlarning qalbiga milliy nafrat texim cho'nqur yildiz tortgan edi. Maxatqarning dadisi mana shu qitimqi yuzlagan shahidning biri edi. Mana shu zulmatlik kechida Barning merkezini nishonlab, o'g'rilardek timsiqlab ketayotgan Xitoy askarlari Barniyasining chegarasiga borganlarida to'xtashdi. Ular amdilikda hujum qilish paytini kutib turadi. Askarlarning ichida Xinanning ma'lum nomrat yesidan kelib, 1 yildan ortiqroq vaqtdan beri Dala armiya gazarmasi 36 ming qanchinchi qism ichida oq momi yeb yotgan Jang Juntav degan askar bor edi. U aslida Namrat yesidan qutulishning biror yo'li bo'lib qolar
hech bo'lmaganda 3 yil bekorlik mo'min yo'qolganim qalar degan umidda askar bo'lgan edi. Şoň qo'shin ichida uning tuzukrak do'stlarmi yo'q deyarlik edi. Uning birdan-bir yaqini Xiaoju edi. U Zhang Juntaodagi soddiy yezliq mijoz emas, tipik Xitoy xarakterdagi biri bo'lib, bak hiligar, fursatparast, o'zini ko'rsatishning ipini biladigan, doim o'sishni, amaldor bo'lishni o'ylaydigan biri edi. Shundoq bo'lsa-mu u Zhang Juntaoni nima ishga yoqtirib qoldikin, uningga xeyli ichakishib qolgandek ko'rinadi. Balkim u bu sodda Xitoydan ba'zi chaqlarda qoral sifatida foydalanishni o'ylagandi. Xitoy deganning helisi to'li nima? Bilib bo'lg'ili bo'lmaydi. Xiaojumu 1 yil ichida muavin 15 bo'lgan edi. Bu uning ichki planlaridagi birinchi qadam bo'lishi kerak. Zhang Juntaolarning qismi bar niyasi atrofiga yo'tkab kelinganda, ularga faqat jiddiy vazifa bor. Tez yig'ilinglar deyilgan edi. U ko'nining yaqinligidan foydalanib uchurga erishish niyatida Xiaojudan pichirlab so'radi. Nima ishqidan xabaring bormi? Putin yerlarda nima bo'lar deyman. Balkim bordi yoki manevr bo'lishi mumkin. O'zingga puxta bo'l. Xizmat ko'rsatishingning yaxshi fursati keldi. Agar men 15 bo'lib qolsam, muavinlik seni ko'rsataman. Sendan chatoq chiqsa, menga gap keladi. Chunki sen degan mening bevosita qo'mondonligimda, dedi Xiaoju ustulik bilan o'zini o'xshatib. Xiaoju o'zining hammadan xabardor arbobligini ko'rsatib qo'yish uchun "Ma'v aylanbosh Uyg'ur xalq bak yaman. Chatoq chiqargan bo'lsa, balkim shularni tinchlik qilib baramdoq dahi", deb to'xtadi. Mana endi ular bir manzilga kelib chippi to'xtaganlarida nimishliqini anqirolmay turganlarga komandirlar yuzlik birliklar bo'yicha vazifa haqida aniqroq izohat beradigan vaqt bo'lgan edi. Xiaojang va Xiaojularning 105 sapning oldiga chiqdi. 105-i askarlarga sapsilib qarab o'tgandan keyin ularga qarab: "Hozir demoqchi bo'lganimni yaxshi anglanglar. Oldimizga yezda intayin xatarlik dushman bor. Ilgarlik huchiga chiqqan. Şoň besip kirgende er ayal, yosh qeri deb ayırıp olturishga bo'lmaydi. Rahimdillik qilguvchilar darhol etib tashlanadi. Jasadlar arsiz saqqalganlar bo'lib qolmaslik uchun astoydil tekshirish kerak. Agar biror saqqalsa, fitna tarqitib millatlar ittifoqiga ta'sir yetkazadi. Yoki chet elga qochib chiqib ketsa, bu yerda bo'lganlarni chet el jahongirlarga so'zlab berib, jahongirlarning davlatimizga qarshi tashviqot uchun rasmiy tepib berdi. Shunga bir mujanning saqqalishiga bo'lmaydi. Komandirlar mas'ul bo'lib maydonni tekshirdi va rahimdillik qilib biror jonni saqqaldurganlar bo'lsa, qattiq jazolanadi. Bu harakat jarayonida atgan o'qning o'ltirilgan jonning hisobi qilinmaydi. O'qni sizlarga etish uchun beryapmiz, yeyish uchun emas. Bu cümleler Erkin Asiya Radyosu'nun ziyaretinde Zhang Juntao so'zlab bergan so'zning tamoman o'zi, hech o'zgartirilmagan.